Assalomu alaykum. Hali yozilmadi. Repetitsiya. Ular Men ana o'sha tema boshladik. Qaranglar chaqqonligini boshladik. Bu ikkinchi qismi ko'rib turgan bo'lsanglar, bizda yangi ekspert paydo bo'ldilar. Gulnora opa nima qilyapmiz ayting ikkinchi qismida. Ikkinchi qismida mana o'tgan safar ko'rdinglar, biz bolalarni kasalligi, ya'ni simptom ekanligini, oilada onani yoki вообще butun tizimni holatini ko'rsatib berayotganini yoritib berdik va bugun biz yana ham chuqurroq buni yoritish uchun mutaxassisni, ya'ni детский psixologni, bolalar psixologi Nargiza Madarovani taklif qildik va bugun bu mavzuni sizlarga yana ham chuqurroq yoritib bermoqchimiz. Assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun katta rahmat. Juda ham dolzarb mavzuni ko'tarib olib chiqilgan va bu mavzu haqida juda ham ko'p gapirish mumkin. Aynan bolalar onalarni hayotini aks ettirish haqida juda ham ko'p ilmiy isbotlangan va isbotlanmagan ma'lumotlar bor. Birinchi o'rinda albatta fizikani unutmasligimiz kerak. Bolani hayotidagi o'sha shamollash yoki kuyib qolish, favqulodda holatlar, bularni albattaki biz inkor eta olmaymiz. Lekin ko'proq foiz ota-onani hayotida bo'layotgan onani ichki kechinmalari ko'pincha bola orqali yuzaga chiqadi. Chunki qanchalik ona ichki kechinmalarini ichiga yutsa, bostirsa, hissiyotlarini chiqarmasa, bolalar o'z-o'zidan ular juda ham kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham hissiyotlarini chuqur his qiluvchi emotsional go'daklar shunaqa xarakterga ega bo'ladi va aynan bola onani ichki hissiyotlarini o'zini kasalligida ko'rsatib beradi. Ayniqsa mana yorqin namunasi o'zimni tajribamda bo'lib o'tgan narsa bolani sudruga bo'lishi, tutqanoq bo'lishi. Bu holat onani chidab bo'lmaydigan vaziyatlarga jimgina chidab kelishi, lekin ichki holatida juda qattiq tug'yon bo'layotgani, ichki g'azabini, nafratini to'g'ri yo'l bilan, ekologik yo'l bilan chiqara olmayotganini bola ko'rsatadi. Ota-ona qanchalik ko'p urushsa, bola bu vaziyatni yumshatish uchun o'zini qurbon qiladi va o'zini kasalligi bilan ota-onani diqqatini o'ziga qaratadi. Bu yerda yana qo'shimcha qilmoqchiman. Nafaqat ota-ona urushi orasida-da, ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi. Ona o'zini emotsiyasini boshqara olmaydi, ya'ni eridan yoki qaynonasidan, ishxonadagi rahbardan jahli chiqdi, lekin kelyapti-da, kimga kuchi yetadi? Bolaga kuchi yetadi. Bolasida o'sha sirif bo'lgandan keyin o'sha g'azab, alam, nafratini ayniqsa eng katta bolasiga, kattasi ketdi, zanjir bo'lib bo'ylab ketadi. Men nimani kuzatdim? Terapiyaga bolani aynan olib kelishganda, mana bolamni to'g'rilab bering, bolam ustida ishlang deyishganida, bola nima qilyapti? Mana shu dinamikani kuzatadigan bo'lsam, uzoq muddatli terapiyada bola yaxshi va yomon onani ajratishni boshlaydi. Ya'ni men borib как terapevt sifatida bola uchun yaxshi onaga aylanib qolaman. Shunda keyin uyga borgandan keyin holat yomonlashyapti, battar bo'lyapti. Keyin jalba qilib kelyapti ona. Siz nima qilyapsiz? Bolam juda menga naborot agressiyasi kuchayib ketyapti, deyapti-da. O'shaning uchun mana nima uchun onani holati bilan ishlashga? Chunki siz o'zingizni mana shu ichingizdagi holatingizni, o'zingizdagi kechinmalaringizni eringiz bilan bo'lgan munosabat bo'ladimi? Qaynona-qaynotangiz bilan munosabat bo'ladimi? Ishxonadagi hamkasblaringiz bilan munosabat bo'ladimi? O'shani siz korreksiya qilib to'g'rilasangiz, siz buni keyin bolaga olib o'tmaysiz. Ya'ni bola bilan sog'lom munosabat qurishni o'rganasiz. Keyin bola ham sizni yaxshi yomon ona qilib ajratmaydi. Juda ko'p hollarda kuzatamiz. O'sinlar bo'lsa ham, kenayim yaxshi, solishtirishadi-da. Mana uni oyisi yaxshi. U yaxshi qilib bo'lishi, yaxshi yomonga ajratishni boshlashadi-da. Birinchi podkastda aytganimiz, ya'ni onani holati avvalambor ayolligidan boshlanib keladi. Haligi o'sha o'sinini yaxshi deb
etilayotganda u avvalambor o'zini xohishlari, o'zini isteklari, o'zini holatini kuzatadigan va o'shanga quloq soladigan ayol bo'lishi mumkin. U faqat tashqi dunyoda uni solishtirib qo'yishligi mumkin. Yana bitta narsa aytib ketmoqchiman. Mana hal aytdingiz-ku, jahlini farzandiga chiqazadi, da sochadi. Jahl bu nima? Jahl bu yordam so'rash, ya'ni u ichki kuchi qolmadi ayolni. Nima deydi, har bitta vaziyatda ayolni tanasi, ayolni hislari unga signal bo'lib beradi, ya'ni sen holatingni to'g'irla degani. Xuddi shunaqa jahl, haligi aytganingiz farzandlarga jahlingiz chiqib baqirayotgan bo'lsangiz, biling sizni uje ichki kuchingiz qolmagan, uje ruhiyatingiz charchagan. Ya'ni bunaqa paytda farzandingizga juda ham baqirgingiz kelsa, hurmatli onalar, chuqur nafas olib, o'zingiz xoli qolib, o'zingizga kelib oling, qayerda nima sizni asabingizni buzyapti, qayerda sizni hayotingizni qaysi vaziyati sizni shu ravnovesiyadan deydi, muvozanatdan chiqazyapti deylik. Endi oddiy odam tilida yana qanaqa aytish bilmayman, hozir shu balans ushlash muvozanatdan chiqazyapti. Ya'ni to'g'ri har xil holat bo'lishi mumkin. Ya'ni aytayotganingizdek qaynona bilan mojaro bo'ladi, turmush o'rtog'i bilan yoki ishda mojaro bo'ladi va выплеск energiya yoki jahlni chiqazish farzandga bo'lib qoladi. Ya'ni farzand kraynida tasavvur qilyapsizmi, onani holatida farzand krayniy bo'lyapti, kasal bo'lib beryapti yoki yana o'sha gap ham eshitib beryapti. Nimadir bo'lsa ham hammasida farzandda отражается. O'shaning uchun 100% ayollar o'zini holati bilan ishlash kerak degan shu убеждение har gal qotadi, ya'ni tasdig'ini oladi-da. Aynan shu gaplaringizga qo'shimcha qilmoqchiman. Agar haqiqatda ham sizlarda xuddi shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lsa, eng birinchi navbatda fokusi farzandga emas, faqat o'zingizga qaratishingiz kerak. Har qanaqa holatda ham o'zingizga qaratishingiz kerak. Haqiqatda ham o'zingiz uchun yarim soat vaqt olib, bitta tinch joyga kirib, o'zini haqiqatda ham savol berish kerak. Nimaga mani hayotimda bunaqa vaziyatlar kelyapti deb. Shunda ichingizdan baribir javob keladi. Haqiqatda o'zini anglamasdan farzandiga yana o'sha jahl ustida o'sha jahlini chiqargan yoki qanaqadir urushgan ayol yanada o'zini aybdorlikka kirgizib yuboradi-da. Uni natijasida zanjir tugamaydi. O'zi ham kasal bo'ladi. O'ziga o'zini energiyasi yetmagandan keyin farzandiga albatta energiya bera olmaydi va buni natijasida farzandlar yanada kasal bo'ladi, ruhiy holatdan ham og'ir holatlarga kelib chiqadi. Menga qiziq hozir gapingiz bu. Bular Emina, Nargiza farzandlar bilan bolalar psixologi bo'lganlari uchun bularga savol bermoqchi edim. Menga kim kelsa ham men ayol o'zi bilan ishlash kerak degan taktikani olib boraman. Ya'ni o'zini holatiga olib boraman, ya o'zi bilan tanishtirishga qayerdan kelib chiqayotganiga. Siz bolalar psixologi sifatida farzandini olib kelishsa, farzandlar bilan qanaqa ishlaysiz, bolalar bilan? Bolalar bilan judayam oson til topishaman. O'zi 5 ta farzandim bor, yana pedagogman, bog'chada ko'p vaqt ishlaganman, defektolog bo'lib, psixolog bo'lib. Shuning uchun ham bolalar bilan juda tez kontaktga kiraman va bolalar bilan ishlash judayam oson. Lekin bolalar muammoni aytib bera olmaydi. Ular muammoni faqat hissiyotlari bilan chiqaradi. Ular bilan art terapiya, ertak terapiya, o'yinlar va o'sha testlar, rasm chizdirib aniqlab olamiz. Ko'pchilik ota-ona bolani olib kelayotganida bolamni to'g'rilab bersangiz bo'ldi deydi. Har rostdan bola birinchi, ikkinchi, uchinchi seansdan keyin уже holati o'zgaradi, kayfiyati o'zgaradi, o'ziga bo'lgan ishonchi ozgina bo'lsa ham oshadi, tinchlanadi. Lekin bola hali mustaqil shaxs emas-ku. U hali ota-onani qaramog'ida va ota-onani hissiyotiga bog'langan. Bu yerda yana bog'lanish nazariyasiga qaytgan bo'lardimki, bola qaysi bog'lanish bilan bog'langan bo'lsa, qochuvchi bolani o'zini reaksiyasi bor. U himoya mexanizmi qoch yoki qotib qoldigan reaksiya bor. Baby gizamri. Mana shuni bittasini tanlaydi. Ikkinchi
xavotirli bog'lanish bilan bog'langan bo'lsa, bu bolani xavotiri уже boshqacha bo'ladi. U onaga mahkam yopishib oladi. Qancha ursin, urmasin, battar xiralik qiladi. Dezorganizatsion bog'lanish bo'lsa, bu bola уже sindirishi, o'zini devorga boshini urishi va o'ziga ham, boshqalarga ham, biror bir jismga ham zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun mana shu narsalarni hisobga olib qaraydigan bo'lsak, bolani tezgina resursga chiqarish mumkin. Lekin ota-ona kelmasa, muammoni ildizini yechishga harakat qilmasa yoki bu muammoni tashqariga chiqib ketishidan qo'rqib ichiga bostirsa, Gulnur opa siz aytgandek, yopiq halqa, zamknutый krug aylanaveradi va har safar bu halqa kattalashaveradi. Keyin bolani o'smirlik davri boshlanadi. O'smirlik davri boshlangandan keyin уже xarakterologiskiy o'zgarishlar boshlanadi. Уже o'smir bo'lgandan keyin ota-ona уже avtoritet bo'lmay qoladi. Ko'chada o'smirlar o'rtoqlari nima desa o'shani qilishni boshlaydi. Ana unda muammo yana ham chuqurlashadi. Shuning uchun albatta ota-ona bolani olib keldimi, mas'uliyatni bo'yniga olib bola bilan birga ishlashi kerak. Ya'ni hozir sizni gapingiz birinchi podkastimizda ham temasi tasdig'ini topyapti. Ya'ni nauchni farzandlaringiz bilan pedagog psixolog, bolalar psixologi ishlagani bilan bolangizni hozirgi danniy moment holatini o'zgartirib berish mumkin. Unga ozgina ishonch qo'shib berish mumkin. Lekin negizi baribir ota-onada. Ko'proq onada, otani ham roli katta, lekin onalarni holatda. Mana ko'p ota-onalar juda qattiq qo'rqishadi, ayniqsa bolasi o'smirim payt bo'lganida, haligi ichkilikka berilib ketishiga, sigaret chekishiga yoki narkoman bo'lib ketishiga-da. Agarda sizda shaxsan o'zingizni farzandingiz bilan munosabat zo'r bo'lsa, sizni bolangiz hech qachon ko'chadagi insonlarni avtoritet qila olmaydi. Baytim bu yerda urg'u berish kerak, u boshqa yomon bolalarga qo'shilib ketishidan qo'rqish emas. Mani bolam bilan munosabatim hozir qay darajada? Men qay darajada buni yaqin qila olaman? Agar siz shu narsaga urg'u berib, o'zingizni farzandingiz bilan qancha yaqin bo'lsangiz, qancha haqiqiy mehr bera olsangiz, sizni farzandingiz hech qachon hech qanaqasiga yomon yo'lga kirib keta olmaydi. Gulnora, shu yerda men aytmoqchiman, bolangiz bilan bo'lgan munosabat juda muhim, lekin uni ham poydevori o'zingiz bilan bo'lgan munosabat. Nima deysizlar bunga? O'zingiz bilan bo'lgan munosabatingiz tashqi dunyoda farzandingiz bilan bo'layotgan munosabatga, turmush o'rtog'ingiz bilan bo'layotgan munosabatga ko'chirasiz faqat tashqi dunyoga. To'g'rimi? Ichki holatingizda, ichki o'zingiz bilan bo'lgan munosabatingiz eng muhimi deb bilaman. To'g'rimi? Shu o'rinda yana bitta narsani aytib ketmoqchiman, chunki o'sha farzandlarning sog'lig'i bo'yicha ketyapti-ku. Ham turmush o'rtoqlar ham bitta katta ahamiyatga ega, chunki agar masalan siz o'zingizni turmush o'rtog'ingizga bo'lgan ichki adovatingiz yoki bosimingiz, qanaqadir nafratingiz bo'lsa, sizni baribir haqqimiz yo'qki farzandlarga otasi ichadimi yoki boshqacha tajribalari bormi yomon ko'rsatishga. Chunki o'sha vaziyatda qachonki siz o'zingizdan kelib chiqib hissiyotlaringizni, turmush o'rtog'ingizga bo'lgan hissiyotlaringizni farzandingizga berish boshlaganingizda, farzand o'zini, ya'ni yarim qismini o'zi, chunki ota yarimini, ona yarimini tashkil qiladi-ku, barbod qilishi, voz kechishi boshlaganda, albatta uning sog'lig'ida yana sog'lig'iga bu ham juda ham katta yomon ta'sirlarni ko'rsatadi. Shuning uchun haqiqatda ayol eng birinchi navbatda fokusini o'ziga qaratsa, o'zida o'sha turgan joyida, turgan holatida sevgisini o'ziga yaratib bera olsa, hech kimga bog'lamaganda o'sha hayotidagi hamma bo'lgan vaziyatlarni tahlil qila oladi va buni natijasida o'zini baxtli ayol qilib yarata olganda farzandiga ham yaxshi sevgidagi energiyani bera oladi. Bu shuning uchun ham men ham haqiqatda qo'shilaman, ona oilani ildizi. Ildiz qanchalik u gurkiragan bo'lsa, yaxshi suv ichsa, yaxshi oziqlansa, xotirjam bo'lsa va sevgiga, energiyaga to'la bo'lsa, daraxt shunaqangi gurkirab, yashnab zo'r meva berishi mumkin bo'ladi. Shu yerda bitta juda ham muhim hozirgi kuzatib bir xulosaga kelgan narsani aytmoqchi edim. Bizda ko'pincha azaldan
qiz bolani, ayniqsa ona bo'lish kerak bo'lgan qiz bolani yaxshi kelin, yaxshi ona, yaxshi ayol qilib tarbiyalash bolalikdan boshlanadi. Qiz bola aqlli bo'lish kerak, odobli bo'lish kerak, gap qaytarmasligi kerak, chaqqon bo'lish kerak, hamma narsani qilish kerak deb, qiz bola kulib turish kerak deb, qiz boladagi mana shu yaxshi xislatlarni o'stiramiz. Lekin qiz bola baqirishi mumkin, jahli chiqishi mumkin, u o'zini haqqini, fikrini aytishi mumkin degan qirralarni hammasini bostirib tashlaymiz. Chunki bu ertaga turmushga chiqqanda gap qaytarsa, seni haydab yuboradi, orqangga bir tepib jo'natib yuboradi degan fikr bilan katta qilinadi. Lekin insonga g'azab ham, xursandchilik ham, sevgi ham, nafrat ham, qo'rquv ham, xavotir ham hammasi birdek kerak. Xursandchilik, mehr, muhabbat, qadr, qiymat bu hislatlar qanchalik kerak bo'lsa, g'azab ham, nafrat ham, alam ham hammasi kerak. Chunki bu bizning himoya mexanizmlarimiz. Agar bu himoya mexanizmlarini olib tashlaydigan bo'lsak, xuddiki biz tikonsiz kaktusga aylanamiz va hamma bizga xohlagan ishini qiladi. Keyinchalik bu ayol jahli chiqib, oxiri to'lib, toshib, portlab, hamma joyni vayron qilib tashlaydi. Qizlar, o'ylaymanki, bu juda ham qiziq mavzu va juda ham dolzarb mavzu. Buni qancha gapirsak kam, lekin hozir vaqtimiz nihoyasiga yetib qoldi-da, vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun sekin yakun yasasak va qisqacha sizlarni tavsiya qilib ketdik. O'zimni tomonidan qanaqa tavsiya qilaman? Ayollar, agar ayolliginglarni ochmoqchi bo'lsanglar, juda ham qattiqlashib ketgan bo'lsanglar, Shahnoza opamga murojaat qilinglar. Bolalar bilan ishlamoqchi bo'lgan ayollar, mana bolalar psixologimiz. Juda ham yaxshi psixologlar tajribalari bor. Keyin bu auditoriyada psixologlar rosa ko'p. Psixologlar malaka oshirish, Yevropa darajasidagi malakaga ega bo'lish uchun mana Geshtatchi terapevt psixologimiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Sizlarga srochniy konsultatsiyalar, srochniy yechimlar kerak bo'lsa, bu opamning konsultatsiyalari rosa yordam beradi. SMMga o'qimoqchi bo'lsanglar, menga keling, shunaqa podkastni o'qimoqchi bo'lsanglar. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yib, komment yozish esdan chiqmasin va har bitta ekspertimiz bilan bog'lanish uchun video tagida ma'lumotlar qoldiramiz. Hammaga xayr. Kimga tavsiya qilgan bo'lsangiz, o'sha onalarga nima переслать qilishinglarni yuborib qo'yilgan bo'ladi. Rahmat hammaga qizlar.